Hoy, yana meni kechqurun ichyapsanmi? Men tungi vitamin emasman-ku. Men ertalab ichilaman nonushtadan so'ng. Aks holda foydam bo'lmaydi. Hey, meni och qoringa ichma. Men ovqatsiz ishlamayman. Meni ichmoqchi bo'lsang, ovqatdan so'ng ich. Shunda foydamni ko'rasan. Meni ertalab ichishga shoshma. Mening vaqtim kechqurun, ovqatdan keyin. Shunda asablar tinchlanadi, uyqung ham chuqur bo'ladi. Hey, meni kechqurun ichib qo'yma. Men tetiklantiraman. Meni ertalab yoki kunduzi ich. Shunda immunitet kuchli bo'ladi va kun bo'yi energiya yetarli bo'ladi. Biz foydalimiz, lekin faqat to'g'ri ichilganda. Qachon va qanday ichishni bil, sog'lig'ing uchun to'g'ri tanlov qil. Hoy, yana meni kechqurun ichyapsanmi? Men tungi vitamin emasman-ku. Men ertalab ichilaman nonushtadan so'ng. Aks holda foydam bo'lmaydi. Hey, meni och qoringa ichma. Men ovqatsiz ishlamayman. Meni ichmoqchi bo'lsang, ovqatdan so'ng ich. Shunda foydamni ko'rasan. Meni ertalab ichishga shoshma. Mening vaqtim kechqurun, ovqatdan keyin. Shunda asablar tinchlanadi, uyqung ham chuqur bo'ladi. Hey, meni kechqurun ichib qo'yma. Men tetiklantiraman. Meni ertalab yoki kunduzi ich. Shunda immunitet kuchli bo'ladi va kun bo'yi energiya yetarli bo'ladi. Biz foydalimiz, lekin faqat to'g'ri ichilganda. Qachon va qanday ichishni bil, sog'lig'ing uchun to'g'ri tanlov qil.